kuchli mutaxassislar o'zimizda Samarqandda shunaqa operatsiyalar o'tkazadi deb o'ylamagandim. Assalomu alaykum, Nilufar Assalomu opa. alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bitta savolim bor edi. Mana siz Meros International Hospital klinikasida operatsiya amaliyotidan o'tdingiz. Qaysi muammolar sizni bezovta qilayotgan edi operatsiyadan oldin? Yana juda muammolar ko'payib, soni ko'payib, qon to'xtamasdi. Juda bir qon ketsa, oylab ketardi. To'xtatish juda ham qiyin edi. Gormonal o'zgarish bor edi. Endometrioz qiynardi. Keyin tug'ruqlardan keyingi qindevorlanishi sababli siydik tutolmaslik anaqalari ham bor edi. Shu muammolar qiynaganligi uchun shu operatsiyaga kelishga majbur bo'ldim. Robot yordamida o'tkazilgan operatsiyadan oldin sizda qo'rquv yoki shubhalar bo'lganmi? Qo'rquvlar bo'lmadi, chunki men juda ham ko'p o'qib ko'rdim, Instagramda ko'rdim, kuzatdim. Baxtimga mana sohiba Chorinlarni uchratdim. Juda mutaxassis, kuchli mutaxassis deyishgandi. Haqiqatan ham omadim bor ekan, shu kishi robot bilan amalga oshirdi. Juda ham omadli, ya'ni zo'r o'tdi operatsiya. Operatsiyadan keyin tiklanish jarayoni qanday o'tdi? Juda tez bo'ldi. Operatsiya bo'lgandan ikkinchi kuniga, уже birinchi kuniga, bu kunsiga srazu o'zim yurib, bemalol hech qanday og'riqlar sezmadim. Tiklanish jarayoni ham juda tez bo'ldi. Уже bir haftaning ichida hamma narsa joyiga qaytib, bemalol yurib, 2 haftalar ichida уже bemalol ishga ham chiqishga ulgurdim. Juda tez bo'ldi, hech qanday og'riqlar sezmadim. Nilufar opa, hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz va boshqa ayollarga shu usulni tavsiya qilarmidingiz? Albatta tavsiya qilgan bo'lardim, chunki bundan keyingi ilgarigi kesib qilish jarrohligiga ko'ra bu shunchalik oson ekanki, hayotga tezda qaytish, og'riqlar sezmaslik, ishga darrov, yana ish o'zingizning kundalik hayotingizga qaytish juda ham tez bo'lar ekan. Ayollarga juda ham tavsiya qilgan bo'lardim. Meros klinikasi sharoitlari juda ham zo'r ekan, hech kutmagandim. Kuchli mutaxassislar o'zimizda Samarqandda shunaqa operatsiyalar o'tkazadi deb o'ylamagandim, lekin juda ham xursandman. Hamma ayollarga tavsiya qilardim.